Hamma narsa tanlov. Siz maqsad qo'yib maqsadga ketishni tanlashingiz mumkin. Yoki maqsadni qo'yib ham unga bormaslikni tanlashingiz mumkin. Yoki umuman maqsad qo'yish nimaligini bilmaslikni ham tanlashingiz mumkin. Ya'ni hammasi sizni tanlovingiz. Va bu narsani hech kim siz uchun qo'yib bermaydi. Ha, yordamchilar bor. Yordamchi mutaxassislar yordam beradi, lekin siz uchun bu narsani qilib bermaydi. Biz ko'pincha apil-tapil harakat qilamizda, lishba harakat qilaylik deb harakat qilamiz, maqsadli harakat qilmaymiz. Agar omadli odamlarga e'tibor berib qarasangiz, ular maqsadli harakat qilishadi. Ular duch kelgan, to'g'ri kelgan tavakkalga harakat qilishmaydi. Ular maqsadni aniq qo'yishadi-da, ana shu maqsadga olib keladigan harakatlarni. Duch kelgan harakat emas, maqsadli harakat. Ya'ni har bitta harakatingizdan oldin savol berasiz. Mana shu qilmoqchi bo'lgan harakatim meni maqsadimga olib keladimi? Olib kelsa, qanchalar tez olib keladi yoki qanchalar sekin olib keladi. Ya'ni siz doim birinchi savolni to'g'ri qo'ysangiz, keyingi 100 metr aniq ko'rinadi. Lekin o'sha 100 metrni ko'rishdan oldin siz yo savol berishingiz kerak, yo qandaydir bir harakatni qilishingiz kerak.